Assalomu alaykum. Ichingdan chiqqan baloga qayerga borasan davoga. O'zingdan chiqqan baloga qayerga borasan davoga. Kechalar. Ichingga kirib olib, parazitlik qilib, yeganimizni yeb, ichganimizni ichib qo'yib, maza qilib yashab, bizga yetkazgan ziyonlarini aytmaysizmi? Uxlaganda tishlarni g'ichir-g'ichir qilish, og'izdan so'lak kelishi uxlaganda yostiqqa, sochlarda to'kilishi, bevaqt oqarishi, bo'yi pastlik bolalarimizda. Och qolganda kindik va oshqozon sohasida og'riq, ovqat yeganda og'rimay qolishlar, tez asabiylashish, dog'lar, allergik kasalliklar, teridagi toshmalar, teri kasalliklarining 98% kechalardan kelib chiqadi. Bolalarimizda ko'zlarini pir qilib olishlar ham kechalarda bizga, bolalarimizga yetkazgan ziyonlari hisoblanadi. Tez och qolish, tez charchash, darmonsiz, kuchsiz bo'lib qolishlar kechani asosiy belgilari hisoblanadi. Kechalarga qarshi davolanish uchun qayerga boray davoga? Bizga keling davoga. Muolajamiz bir kun. Bitta lecheniyamiz o'tkazganimizda, bitta muolajamiz o'zida bolalarimiz 2-4 santimetrgacha o'sadi. Ko'zini pirillatishlari 4-sutkadan boshlab to'xtaydi, qorin og'riqlari qoladi, to'xtaydi. Bolalar o'sadi, semiradi. Telefon nomer qoldiraman, murojaat qilishingiz mumkin. Keling, xizmat qilamiz.